Nexia arzonroq bo'lsin degan azizlarimiz uchun biz Starnoy Civic Nexia yondamiz. 2004-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Probegi bizga ma'qul, tablo almashtirilgan ekan. 3-pakalina metan qo'yilgan, hech qanday xarajat yo'q. Ustiga shunday sepilgan ekan, oldi orqasini ko'rdik pechat. Kimga qiziq bo'lsa, kim agar olib minmoqchi bo'lsa 25 million so'm ekan. Hozir bitta aylantirib obzor qiladilar, keyin nomerlarini olib qo'yamiz. Keling, bu yaqinroq keling. Salom alaykum qilmadik o'zi charchamas. Tinchsiz. Ana endi so'rang mana, necha pul so'rayapsiz? So'ralishini ayting. Aytilishi 20. Ha, shu aytilishini ayting. 20, aytilishi 20. 120 mi? Ha, bu ham ko'rsating. Mana mashina ko'rsin, pожалуйста. Ha, shunday. 120 million so'm tortmaydi. Misol uchun bozorda aylanib yuramiz, ko'rib yuramiz, bilamiz. Misol uchun sizga men yomonligim yo'q. Siz arzon sotsangiz ham, qimmat sotsangiz ham menga 1 so'm pulingiz kerak emas. Yoki olgan odam ham menga 1 so'm pul bermaydi. U taraf ham emasman, siz taraf ham emasman. Buni olayotgan odamni tanimayman. Endi misol uchun obunachilarimizdan kimgadir yoqsa, sizga telefon qilib savdolashib olishi mumkin, pulni berasiz-da. Buni savdo qilmasak bo'lmaydi. Barobar 100 bo'lsa qo'yamiz. Kam bo'lmaydi. Misol uchun mashina sostenasini ko'rdik, to'g'ri kraskasi yo'q ekan. Yaxshi mingansiz, o'zingiz mingansiz. Shuni 100 qilib qo'yaylik. Shuni olgan odam ham baraka topsin. Bo'ladi-a? Yashang. Undan kam yo'q. Mana oxiri o'zi 110 dan bir nimalar o'tib beraman dedilar, 105 ga bermadim dedilar. Biz endi 100 ga bir bola qilib ko'ndirdik. Bu ham qo'llarini ushlaganimiz uchun ko'ndilar, bo'lmasa ko'nmaydilar. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, 190 ming kilometr yurgan, kraskasi top-toza, 4-pakalina metan bilan jihozlangan, 4 ta yangi balon qo'yilgan. Minishga tayyor, hech qanday xarajat yo'q, Yo'q. Motor, korobka hech qanday xarajat yo'q. Hech qanday xarajat yo'q ekan, olgan odam shunday oladimi? Generalni bo'ladi, Yo'q, generalni bo'lmaydi, dokument qilish kerak. Dokument, prema. Dokument qilib olish kerak ekan. Rahmat. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Epican yondamiz, qop-qora svetda, yaxshi holatda, holati juda yomon emas. Super varianti, avtomat korobkada. Bu avtomat korobka Lukli. Korobkasi avtomatda? Super pozitsiyasi. Bunda hamma narsasi ishlaydi. Tunnel datchiklari ham bor, shunday bo'ladi. Demak, kraskasi nima deymiz buni aka? Kraskasi eshikda faqat pitnosi bor. Eshikda faqat yarim qarish pitnosi bor, qolgan joy top-toza ekan. Akamiz o'zlari videoga tushishga ozgina uyalganday qildilar. Shuning uchun ma'lumotlarni uzoqdan bo'lsa ham so'rab olamiz. Puli necha pul? Endi taqilgan joyi 80 bo'ladi. Oxiri 80 mi? Oxirini 79 qilib qo'yamiz. 79 million so'm bo'lsa bitta ekan mashina. Akamiz tirikchilikdalar, endi bir qism o'sha rizq qo'yib aytayaptilar, 79 million so'mga kimga qiziq bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqib olsangizlar. Metan qo'yilgan 3-pakalina. Nomer berasiz. Bolalar ham yaxshi ekan. Nomer 97 830 98 88. 08 88 ekan. Raqamlariga aloqaga chiqamiz. Bozor nima deyapti buni? Bozor 128 ishlaydi. 128? Yo'qmi 128? 128. Qancha yurgandi? 71 ming? 72 ming yurgan. Salondan bir kishi mingan. 23. Navratlari bor. Bo'ldi, obzor qilib o'ta. 135 so'ralyapti. 120 lagan bitar. Yo'q, balandda. 120 lagan. Mana siz trendga chiqaryapman, videoyingizni qo'yapman. Bozorga bir so'm. Albatta, shunday. Nima qilaylik? 25 qilib qo'yaylik. 25. Balansini ko'rsa, rasman qo'limga 100 dollar ishlatib savdo qildi. 128 ga. Yo'qmi unga? 128 ga. Naqd pul bilan kelsa, 26 qilib qo'ysak bo'ladimi? 26 qilib qo'ysak. 26 qilib qo'ysak naqd pul bilan kelsa. 26 degan bo'lmaydi. Aka, ko'ngil gapni ochig'i 30 ko'nglingiz. Ko'nglingiz 30 ligini bilib turibman, baland emas, 30 bo'lsa qo'yasiz. Gap o'sha 30 dan 500 ming qo'yaman. Sizni kanalingizga kelsa. Bunday qilaylik. 28 ga bermabsiz. Ko'nglingiz 30 ligini ham bilib turibman. 29 qilib qo'yaylik shuni. Bularmi yomon narx emas lekin. Bunday bitta gapni aytay sizga. Do'stlik maslahatim, misol uchun olayotgan odam meni qarindoshim emas yoki men pul sanab bermayman. Xohlasam 160 qo'yishim ham mumkin, lekin sotilishi kerak bu. Sotilayotgan qilib qo'yishimiz kerak. Bozorda ko'rib yuramiz. Misol uchun sizni arzon sotishingiz ham tarafdor emasman yoki qimmat sotishingiz ham tarafdor emasman. Olgan odamni ham yonini olmoqchi emasman. Shu 29 yomon narx bo'lmadi. 29 shu 500 demang, shu 500 ming olgan o'zingizni mashinangiz, xudo xolasa. O'zingizni mashinangiz. Misol uchun men to'g'ri bozor ketsam, bozorga men o'zim muborakdanman. 100 kilometr bosib kelaman, 100 kilometr bosib ketaman. Operatorga pul beraman. Misol uchun
u minnat qilish emas. Bu misol uchun sizni mashinangiz sotilsin yoki o'sha xalq yaxshi mashina olsin degan maqsadda bozorda yaxshilarini terib, ko'rdim mashinada, ko'rdim, yaxshi uchun savdo qilyapmiz shuni. Shu 500 ming so'mga qarab turmangda, 29 qilib qo'yaylik shuni. Bo'ladimi 29 so'm? Baraka. Baraka 129 million so'mga 2023-yilda ishlab chiqarilgan, tiniq holatda, bir tomchi kraskasi yo'q. Mashinaga gaz qo'yilgan, 4 ta avtomat diska qo'yilgan, navorotlar qilib qo'yilgan, hozir bitta aylantirib obzor qiladilar. Kim 129 million so'm pul bilan kelsa, beray keldi. Aylantirib obzor qilasiz. Keyin nomerlarni olamiz. Mashina yaxshi ekan, shu yaxshi bo'lganlar uchun. Ha, bo'ldi olgan bo'lsangiz. Akamizning mashinalari. Assalomu alaykum, charchamayapsiz? Ishlarda yaxshimi? Tinchmisiz? Necha pul so'rayapsiz endi? Dildan suhbat qilamiz. 140 so'rayapti. 140 so'ralyapti. 2023. 52 ming yurgan. Bozorda ko'rib yuribmiz aka. Misol uchun siz qimmat sotsangiz ham yoki arzon sotsangiz ham menga umuman foydasi ham zarari ham yo'q yoki olayotgan odam ham menga bir so'm bermaydi. Sen menga arzon olib berding yoki qimmat olib berding deb. Prosta bozordan kelib chiqib, sizga bir maslahat beraman. Bozor hozir 140 ko'tarmaydi. Shuning uchun qo'lda berasizda, 120 million so'm bo'lsa qo'yamiz. Ha? 128 ben klienti bordi ekan. Ya ne demangda siz 120 qo'yaylik shuni, bir olgan odam ham mazza qilib minsin, xarajatlarni qilib qo'ygan ekansiz. Bilan 120. Kam bo'lam. Klienti bor ekan. Mashina javob, ha, kraskalari hamma joyga javob. Hozir bir qarab ham chiqamiz. 25 qo'yamiz mayli, 28 demang siz. Ro'zada ko'p anaqa qilayotmaylik, pachaklashayotmaylik. 25 qo'ysak bo'ladimi? Endi gapni ochiq aka, 27 ga klienti bor aka. Ben sanayman degani. 28 olgan turibmiz aka. Siz uni demang endi, hozir 28 ga klienti bor dedingiz. Ya endi borda endi nima qarang, 25 qo'yaylik. Ha, bo'lmaydimi? 26 mi ko'ngil? 26 ham bo'lmaydimi? 26 qilib qo'yamiz, mayli 25 ham emas. Ha, mashina sostenasiga qarab, biz ham nomard so'ramaymiz. Misol uchun 20 dan birdan 5 ko'tardim, ko'rdingizmi? Bo'lmasa o'sha mashina, ha, mashinangiz 27 dan o'tolmaymiz aka. Klienti bor 27. 26 ga ham bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi aka. 27 toza bo'lsa klienti bor. 500 ming so'm o'tib berasiz. Yo'q aka. 500 ming ham o'tmaysiz. 27 bo'lsa mana. 27 bo'lsa qo'yasiz. Ha, qo'yamiz. Mayli 27 qilib qo'yamiz. Yomon qattiq odam ekansiz. Demak, Cobalt so'ragan azizlarimiz uchun yangi Cobalt topib qo'ydik. Chiroyli sostenada 2023-yilda ishlab chiqarilgan 52 ming probegda metan ustanovka qilingan 3-pakalina 4 ta yangi balon qo'yilgan ekan, yumshoq balondan. Hamma xarajat qilib qo'yilgan, olish kerak, minish kerak, bitta chexolpolik qilish kerak ekan, lekin salafalar qilib qo'yilgan. 159 ming yurgan. Kraska bir qarich orqasida bitmasi bor. Qayrida orqasi? Kapotchasi. Orqa kapotasi sepilgan, bir qarich. Qolgan joy toza. 4-pakalina metan. 4-pakalina avtomat. Nexia 3 ishqibozlar uchun biz 2018-yilda ishlab chiqarilgan oppoq Nexia 3 yondamiz. Mashina 160 mingga yaqinlashgan ekan, 160 ming yurgan desa ham bo'ladi. 100 ga minib borganingizcha 160 ming yuradi. Mashinani orqa bagajida bir qarich bitnosi bor, qolgan hamma joy top-toza ekan. 4-pakalina metan yangi pachka balonlar taqib qo'yilgan. Mashina xarajatlari qilingan deyilyapti. Akamiz oxiri 185 million so'm bo'lsa beray ekanlar, 195 so'rab o'tirgan edilar. Kimga qiziq bo'lsa, ma'qul bo'lsa, telefonlarni qoldiramiz, nomerlarga aloqaga chiqib savdolashib borishlaringiz mumkin.